Tadbirkorlar, mana bugun 13-iyun hokimiyat binosida 3 tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Asosiy maqsadimiz Prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan loyihalarni moliyalashtirish, imtiyozli kreditlar berish evaziga yangi ishlar yaratish. 312-sonli qaroriga asosan hozirgi kunda yuridik mijozlarga 100 milliongacha garovsiz kreditlar ajratyapmiz. 300 milliongacha yengillashtirilgan garov evaziga kredit ajratyapmiz. Hamda Prezidentimizning 7-sonli qaroriga asosan 10 milliongacha o'zimiz bank qilgan shaxslarga kreditlar ajratyapmiz. Keyin yosh bitiruvchilarga institutga ketayotganlarga Prezident 61-sonli qarorlariga asosan imtiyozli kreditlar ajratyapmiz. Bunda savollar bo'lsa sizlar. Ben de sorun vardı. Böyle 312 sonli qaror bo'yicha mana 100 million olish uchun qanaqa tartib bo'lishi kerak? Jismoniy shaxs bo'lishi kerak yoki yuridik shaxs o'zimiz bank qilgan bo'lishi kerak? Qanaqa bo'lishi kerak? Yuridik shaxs bo'lishi kerak. Oxirgi 1 yillikda oborot qilayotgan bo'lishi kerak. 100 milliongacha garovsiz kredit ajratamiz. Asosiy faoliyat turlari qanaqa bo'ladi? Asosiy faoliyat turlari ishlab chiqarish bo'lsa ham, savdo bo'lsa ham, hozir hammasiga imkoniyat berildi. Endi savdo bo'ladigan bo'lsa, yili sal qisqaradi, lekin o'sha foizlari o'sha foizligicha qoladi. Savdoga necha oygacha endi uzoq qancha? Savdoga uzog'i 2 yilgacha bo'ladi. 3 oy imtiyozli olganmiz. Hujjatlarni olib bankka tushirsangiz, qolganlarni o'shada gaplashib, tezlashtirib beramiz. Faqat yangi ishlarni yaratish kerak bo'ladi. Shamda 5 ta sharti shunday. Shamda 5 ta ishni yaratish kerak. Shunaqa. Yana kimlar savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin.